Madinadagi siz ko'rmagan hayotni bizga ko'rsatamiz. Mahallamizda shunday stadion bor ekan, bilmagan ekanman. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin bolalar mazza qilib o'ynayapti lekin bor-ku. Shunda mana shu stadionni oldida xohlasa mana jivoy o'ynaydi. Xohlasa mana bu yerda bemalol televizorni ham ko'rib o'tirsa bo'lar ekan. Menimcha televizor faqat futbolni ko'rsatsa kerak. Menimcha mana shu yo'ldan ko'p o'taman, lekin hech bir to'xtab o'tishga hafsala bo'lmagan. Mana bu yerda bo'lsa, bolalar mazza qilib tennis o'ynayapti. Mazza deyman, mahallangda shunaqa joy bo'lsa, mazza qilib xohlagancha o'ynayverasan. Hop. Buni ham o'zining alohida butkasi bor ekan. Voy, mana buni oti nima edi? Mana shuni otini kommentariyada yozib ketinglar, qani kim biladi. Bu stadion hozircha bo'sh ekan. Hop, bu yoqda mana voleybol o'ynasa bo'lar ekan. Bo'lmasa kichkina polya ish qilib. Bu market ham radnoy bo'lib qoldi lekin. Nima kerak bo'lsa shu yoqqa chiqyapmiz. O'zbekistonda dam olish kuni yakshanba bo'lsa, Saudiyada bu kun juma kuni hisoblanadi. Biz ham fursatdan foydalanib shu kunni shu yerda o'tkazmoqchimiz. Obuna bo'ling. Madinadagi siz ko'rmagan hayotni bizga ko'rsatamiz. Bu yoqda farqi yo'q, asosiysi o'ynasa bo'ldi. Voy.